Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar. Demak, 90 dan ziyod bo'lgan sun'iy intellektlar yig'ilgan bir dona sayt topdim va hozirgi vaqtda sun'iy intellekt saytlarini ichida eng osoni, eng yaxshisi va eng zo'r taklif bergan sun'iy intellekt sayti bo'ldi. Bu Syntax AI. Har doimgidek havolani Telegram kanalimda qoldiraman. Demak, bu yerda Nano Banana, Midjourney, Seedream, Sora, Flux, Runway, ya'ni juda ko'plab sun'iy intellektlarni yig'ilmasi bor. Siz har xil sun'iy intellektlarga pul to'lab o'tirmaysiz. Bir dona sayt orqali hammasini bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, juda qulay saytlardan biri. Oddiy misol mana Midjourney bor, sal o'tqizsak mana Sidance bor, sal o'tqizsak mana Kling chiqish kerak, mana V3 chiqdi va alohida mana Kling ham bor. Ya'ni dunyo tanigan sun'iy intellektlarni bir dona sayt orqali ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu oynalarga har bittasiga to'xtalib o'tamiz va videoni oxirida siz 15% lik chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Ya'ni Syntax AI menga promo kod berdi. Bu promo kodni tersangiz siz aynan 15% lik chegirmani qo'lga kiritasiz. Tariflarga videoni o'rtasida to'xtalib o'tamiz. Demak, GPT agentga to'xtalib o'tamiz. Bu nima? Bu sun'iy intellekt yordamida sizga yordam beradigan botlar. Telegramda botlar bor bilsangiz va bu aynan bot sizga qarab, ya'ni siz nimani bersangiz shunga qarab javob beradi. Ya'ni oddiy misol biz botning nomini yozamiz, opisaniyani yozamiz, nima qiladi bu bot va bu yerda siz oddiy misol YouTube strategsan, YouTube'ga video chiqaradigan agentsan yoki SMM mutaxassissan yoki manga copywritersan, shunga o'xshagan ma'lumotni kiritasiz, instruksiya kiritasiz, ya'ni qo'llanma kiritasiz. Kim u nima qiladi, nimaga yordam beradi, shunga qarab aynan bot tayyor bo'ladi. Endi stil ответов bor, ya'ni sizga javob qanday qaytaradi. O'ta ekspert darajasida qiyin so'zlar bilan yoki qiyin so'zlarni osonlashtirib yoki oddiy misol do'stona munosabat yoki umuman sizni kayfiyatingizni ko'taradigan xuddi shu narsalarni yozib qo'yib nastroyga qilishingiz mumkin. Aytgancha bu sal murakkabroq. Agar sizga qiziq bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring, men alohida to'xtalib o'taman. Ya'ni siz o'zingizga moslashgan ChatGPT ni tayyorlab olasiz va bu sizni botingiz bo'ladi va bu haqiqatdan ham yaxshi aynan bir nima desam bo'ladi, funksiyalardan biri. Endi esa tekst bo'limiga o'tamiz. Tekst bo'limida siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan juda ko'plab sun'iy intellektlar bor. Hammamiz ChatGPT ni bilamiz, lekin undan tashqari Claude bor, Gemini, Grok bor, DeepSeek bor, Perplexity bor va Qwen bor. Ya'ni Qwen deyiladi, o'zbek tilida Qwen deb o'qiladi. Demak, bu aynan saytlarni, bu sun'iy intellektlarni bemalol ishlatishingiz mumkin. ChatGPT bor, mana bu Qwen bu alohida kodlar yozishga yoki mana Perplexity adashmasam, bu sayt aynan sizga, bu model sizga juda yaxshi aynan kod yozishga, juda yaxshi ma'lumot to'plashga yordam beradigan aynan modellardan biri. Agar sizga ChatGPT ni o'zi qulay bo'lsa, bemalol ishlatishingiz mumkin. Endi ChatGPT ni biz tanlaganimizdan keyin biz modellarini tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi chiqqan turi bir model, turi bir mini, turi bir nano va shunga o'xshagan modellar. Mana ChatGPT Web. Siz bemalol modellarni tanlab ishlatishingiz mumkin. Har bitta oddiy misol Gemini ni tanlasak, Gemini ni modelini tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bir qulayligidan biri, ya'ni ChatGPT ni modelini tanlaganingizdan keyin sistemli prompt bor. Bu yerga siz nima qilmoqchiligingizni yozasiz. Ya'ni men video chiqarmoqchiman, menga prompt kerak va bu promptni asosida sizga alohida promptlar yozib beradi. Ya'ni siz umumiy nima qilmoqchiligingizni tushuntirasiz, shunga qarab sizga ma'lumotlarni to'plab beradi. Bu juda qulay aynan funksiyalardan biri. Men sizlarni Meta AI deb nomlangan yopiq Telegram kanalimga taklif qilmoqchiman. U yerda sizga kerak bo'lgan eng dolzarb mavzulardan biri promptni to'g'ri yozish. Oddiy misol e'tibor qaratsangiz, mana bu promptlarni ketma-ketlikda yozish va qiyin promptlarni men oson tilda tushuntirib berganman. 9 ta punktdan iborat bo'lgan prompt engineering, ya'ni to'g'ri prompt yozish, maqsadli prompt nima, alohida format va platformalarni to'g'ri tushuntirib berish, ya'ni prompt nimaligi haqida 100% tushuncha berilgan. Va bu yerda alohida men uyga vazifalar, promptlar va qaysi saytlardan foydalanganligim 100% ko'rsatilgan. Agar siz sun'iy intellektni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, maslahat beraman, havolani qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi esa biz dizayn bo'limiga o'tamiz va dizayn bo'limida biz juda ko'plab modellarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Nano Banana, Midjourney, Seedream, Sora, Flux, Runway, Imagen, Higgsfield, Ideogram yoki Van.
Ya'ni har bitta modelni tanlaganimizda kichik tagidagi yangi modellarni tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi Nano Banana chiqdi, keyin Nano Banana Pro chiqdi. Hozir Nano Banana 2 chiqqan. Ya'ni aytmoqchimanki, nima yangilik bo'lsa, qaysi modelda yangilik chiqsa, o'sha modelni qo'shib qo'yishadi. Oddiy misol mana Midjourney. Bilamiz, Midjourney yuzlar bilan juda zo'r ishlaydi va birinchi sun'iy intellektlardan biri. Ya'ni o'z o'rniga ega bo'lgan sun'iy intellekt. 3 yil oldin men video chiqarganman, mana bu yerda chiqish kerak, maslahat beraman. Bu videorolikni ko'rib bo'lib ko'rishni. Ya'ni Midjourney tanlaganimizdan keyin bu yerda biz bemalol mana modellarni tanlab olishimiz mumkin. Sizga bu juda yaxshi aynan yordam beradi. Oddiy misol Nano Bananaga tanlasak, mana Pro'si bor, hozirgi vaqtda eng aktual 2 bor, ya'ni bu eng yangi model, ya'ni Pro'dan ham yaxshiroq ishlaydi. Yoki oddiy misol mana Ideogram. Ideogram umuman tana bo'yicha, pozalar bo'yicha zo'r ishlaydi. Maslahat beraman, ishlatib ko'ring. Ya'ni biz xohlagan modelni tanlab, bemalol rasm yoki video chiqarib olishimiz mumkin. Video bo'limiga alohida to'xtalib o'taman. Endi keling birgalikda birorta promptni chiqarib ko'ramiz. Sizda savol tug'ilishi mumkin, aynan qiyin promptlarni yoki sun'iy intellektga oid bo'lgan mavzularni juda tez va qayerdan o'rgansam bo'ladi degan va bu savolga aynan Meta Arts deb javob beraman, chunki bu kanalda biz 9479 ta bo'ldik, ya'ni sun'iy intellektga jamiki kerak bo'lgan mavzular, qiyin promptlarni aynan mana shu kanalda qoldiraman. Oddiy misol e'tibor qarating, mana bu rasmni yuklaganman va promptni qoldirganman. Va e'tibor qaratsangiz, bu yerda mana obunachilar aynan promptlar ustida ishlab, aynan animatsiya qilishadi, generatsiya qilishadi va juda yaxshi aynan community, ya'ni alohida mana bu sun'iy intellektga qiziqadiganlar yig'ilgan. Demak, biz modelni tanlaymiz, Nano Banana Pro qilamiz va prompt yozamiz. Aytgancha men aynan Syntax AI'ni va boshqa promptlarni aynan shu Telegram kanalda joylab boraman. Endi соотношение сторон bor. Ya'ni oddiy misol mana 21 ga 9, 16 ga 9 yoki 9 ga 16 vertikal, ya'ni shorts variant deyiladi va sifat bor. Oddiy misol 1K, 2K, 4K. Oddiy misol 4K ni tanlasak, bizda 705 token ketadi. Tokenlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Bizga hozirgi vaqtda sifat shart emas, oddiy misol 2K ni tanlaymiz va yuboramiz. Va aynan model ishlashni boshlaydi. Demak, bizning rasmimiz generatsiya bo'lguncha aynan video bo'limiga to'xtalib o'tmoqchiman. E'tibor qaratsangiz, video bo'limi ham juda oson tayyorlangan. Oddiy misol mana bu joyga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Biz birorta promptni yozdikmi, alohida chat qoladi. Ya'ni siz bemalol o'zgartirishlar kiritib yozishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz video bo'limiga o'tamiz va video bo'limida e'tibor qaratsangiz, Kling, Sora, V3, Runway, Sedans, Midjourney, Luma, Higgsfield, Grok, Heijan yoki Van, ya'ni sun'iy intellektlarni to'plami bor. Kling haqida men alohida video chiqarganman, aytgancha mana podskazkada bo'ladi va Klingda biz oddiy misol matnni videoga aylantirishimiz mumkin. Rasmda videoga yoki keyframe'lar bor yoki elementslar bor. Mana bu yerda Kling Motion Control bor. Ya'ni har bitta modelni tanlaganimizda, oddiy misol mana V3 Fast, V3 yoki V3.1 Fast bor. Biz bemalol ishlatishimiz mumkin. Har bitta modelni o'ziga yarasha kichik modellari bor, yangi chiqqan. Oddiy misol mana Ingredients to videoni tanlaganman. Bu yerda biz rasmni 3 tagacha yuklashimiz kerak. Ya'ni men Flow haqida video dars chiqarganman. Oddiy misol bu yerda siz bemalol xohlagan ishingizni sun'iy intellektlar bilan bajarib olishingiz mumkin. Oddiy misol mana biz VO ga bosamiz, VO Fastni tanlaymiz va xohlagan promptni yozib, oddiy misol mana text to video, ya'ni biz matnni videoga aylantiramiz. Mana 19 ta token oladi. Отправить qilamiz. Ya'ni yuqorida olgan aynan promptim orqali video tayyorlanishni boshladi. Oddiy misol соотношение сторон bor va sifatni biz kuchaytirib olishimiz mumkin. Oddiy misol bossak, sifatni yaxshiroq qilib beradi. Va bu yerda dizayn bo'limiga o'tib ko'ramiz. Mana bizni rasmimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni aytmoqchimanki, o'ta sifatlik, o'ta yaxshi. Oddiy misol biz buni yuklab olishimiz mumkin. Kattaroq qilib, mana bu detallariga e'tibor qarating, qanchalik yaxshi ishlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu sayt o'ta qulay, o'ta tez va juda aynan modellari bilan osonlashtirilgan. Ya'ni mana bu saytni o'zini ishlatish ham oson. Endi audio bo'limiga o'tamiz.
Audioda biz musiqa chiqarishimiz mumkin. Suno, aynan sun'iy intellekt bilan. Yoki video va audio bor. Ya'ni biz videomizni yuklaymiz, videomizda qanaqa ovoz xohlab turganimizni yozamiz va har bitta kadrni o'zini ovozlashtirib beradi. Bu yangi, ya'ni yangi funksiya qo'shilgan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videolarda ko'rsatishim mumkin. Demak, biz videoni generatsiyasini kutamiz va toolkitga to'xtalib o'tmoqchiman. Toolkit nima? Biz birorta rasmni o'tkazamizda va rasmni bemalol o'zgartirishimiz mumkin, kerakli joylarini. Faraz qilamiz, biz birorta rasmni chiqardik. Oddiy misol, yuqorida chiqargan rasmni men yuklayman va bu yerda bizda aynan kis bor. Kis bilan biz belgilab, mana bundoq qilib, odamni o'chirib tashla deyishimiz mumkin. Yoki mana bu joyni olib tashla deyishimiz mumkin. Yoki mana bu odamni ust-boshini o'zgartirib qo'y deyishimiz mumkin. Ya'ni toolkit sizga aynan rasmni detallarigacha o'zgartirishga aynan yordam beradi. Oddiy misol, sizga mana bu domkrat yoqmayaptimi? Olib tashlaysiz. Yoki mana buni rangi yoqmayaptimi? Belgilaysizda, yozasiz. Oddiy misol, menga buni rangi yoqmadi. Srazu bosdingiz, отправить qilasiz. Bu sizga aynan har bitta rasmda detallarini to'g'rilashga yordam beradi. Oddiy misol, yaqinlashtirib, siz mana bu yerda aynan svet bo'lish kerak deb yozsangiz, alohida. Hammasini bittada belgilab emas. Sizga alohida detallarni o'zgartirib beradi. Toolkitni plus tarafi shunday ekan, menga juda yoqdi. Endi esa tarifga to'xtalib o'tamiz. Tariflar juda oson va hamyonbop. Eng asosiysi, aytgancha 15% chegirmani qo'lga kiritishni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Demak, Basic bor, Pro bor, VIP bor, Elite bor, Ultra Elite bor. Oddiy misol, biz 1 yilligi bor va 1 oyligi bor. Agar 1 oyligini Basicni sotib olsangiz, sizga 260 ta token deyarli 100 ming so'mga to'g'ri keladi. Agar biz 0 token bilan sotib olsak, ya'ni umuman tokensiz sotib olsak, sizga aynan 790 rublga to'g'ri keladi. Endi token har doim kerak bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman token bilan sotib olishni. Oddiy misol, Pro sizga bemalol yetadi. Выбрать tarifni bosasiz. Bu yerda agar siz Telegram orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, Telegramda ham ishlatishni imkoniyatini beradi. Endi biz bu yerda 1 oyni tanlaymiz, 3 oylik bor, mana 6 oylik bor yoki mana 1 yillik bor. Oddiy misol, 1 oylikni tanlab turib, mana bu yerda promo kod bor. Promo kodga Meta AI deb yozsangiz, применить promo kod qilsangiz, mana bu yerda promo kod применен chiqadi. Ya'ni 15% chegirma. Oddiy misol, bu aynan $16.90 edi. Hozir sizga $14.36 ga tushadi. Ya'ni qaysi birini tanlashingizdan qat'iy nazar, tak. Nega bunday chiqmadi? Aslida ko'rmaysiz. Qaysi отменить promo kod qilamiz? Qaysi oyni tanlashingizdan qat'iy nazar, mana 3 oylik va 5%. Siz mana bu yerga Meta AI deb yozsangiz, sizga 15% chegirma beriladi. Уже yana 20% bo'ldi. 5% chegirmada va sizga €48 ga tushadi. 3 oy bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Aynan token har oy 2040 tadan beriladi. Aytmoqchimanki, Meta AI ni olasiz, xohlagan aynan oyni tanlaysiz. 1 oylik bo'ladimi, 1 yillik bo'ladimi? Meta AI deb yozasiz va применить promo kod qilasiz va sizga 15% chegirma beriladi. Meni o'ylashim bo'yicha videorolik sizlarga ma'qul keldi va bu yerda siz aynan Meta AI orqali, Meta AI promo kodi orqali 15% chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha